Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, siz futbol fanatlari kanaldasiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Demak, bu gol Abbosbek Fayzullayevga tegishli. Chap qanotdan uzatilgan ajoyib uzatmani Abbosbek Fayzullayev gol bilan yakunladi va Eldor Shomurodov ham shunga monand bir ajoyib gol urdi. Uni ham hozirda guvohiga aylanamiz. Demak, mana o'sha gol bexosdan kelib qolgan to'pni Eldor Shomurodov garchan darvozani to'liq yopishga ulgurgan bo'lsa-da, darvozaning olis tepa burchagiga yo'llab ajoyib gol muallifiga aylandi va Beshikshahar ko'plab hujumlarni amalga oshirishdi va bu uzatmalardan ajoyib imkoniyatlardan foydalanishdi. Lekin Abbosda ham yana ko'plab imkoniyatlar bo'ldi, afsuski foydalana olisha olmadi. Mana bu vaziyatda Abbosda yana qulay imkoniyat paydo bo'lgan edi, ammo to'p borib ustunga tegib qaytdi va Abbosning jamoadoshi uni golga aylantirdi. Ajoyib gol, chiroyli gol, ajoyib o'yin bahsi va mana bu joyda ham futbolchilarimiz, jamoadoshlari ajoyib gol urishib, hisobni 4-0 ga yetkazgan edi va bu holatda raqib jamoasi yana bir gol bilan javob qaytarishdi. Umumiy hisob do'stlar 4-1 Beshikshahar jamoasining g'alabasi bilan o'yin yakunlandi. Hammaga omad, yana ko'rishguncha salomat bo'ling.